Agar sizda bel sohasida og'riq, buyraklarda og'riq, C shakti bilan bog'liq bo'layotgan muammolar, ya'ni siyganda achishish, og'riq, siydida naporni pasayishi, siydida chiqishidagi muammolar, jinsiy aloqadagi muammolar, farzandsizlik bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa va bu muammolar sizda bor, lekin shifokorga aytishga yoki borishga uyalayotgan bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Hozirgi aytib o'tgan muammolarimiz har qanday yoshda yoki har qanday insonda uchrashi mumkin. Ko'pincha biz oldimizga 40 yoshdan o'tgan bemorlarda prostata bezini muammosi bilan murojaat qilishadi. Lekin aslida bu yosh yigitlarimizda ham muammolar juda ham ko'plab topiladi. Biz urologlarning oldiga kelganda ko'pincha faqat erkaklarda doktora deb hisoblashadi va holanki bizda ayollar ham davolanadi. Ayollar bilan bog'liq muammolar ham yechimi topiladi. Agarda sizda shunaqa muammo bo'layotgan bo'lsa, urolog shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Biz ko'pincha sizga uretra strukturalari haqida ko'p ma'lumotlar berganmiz. Bugun ham xuddi shunday uretra strukturasi bilan bog'liq bo'lgan kasalliklarga to'xtalmoqchimiz va prostata bezini adenomasi. Uretra strukturasi nima? Ya'ni peshob bajarayotgan paytda siydik kanalidan siydida chiqishda muammo bo'lishligi, ya'ni kuchanib siyish, siyganda achishish, og'riqlar bo'lishi. Uretra strukturasi deb diagnoz qo'yilgandan keyin bu hayot to'xtab qoldi degani emas. Buni zamonaviy uslubda bukal uretroplastika yoki hassop bo'yicha kanis anastomoz qo'yish operatsiyalari o'tkaziladi. Bu operatsiyalarda o'tkazish albatta zamonaviy texnologiyalar asosida amalga oshiriladi. Jamoamizda Ergashev Boburjon Abdulhashimovich bilan birgalikda amalga oshiriladi. Sizda aytib o'tilgan muammolar bo'ladigan bo'lsa, bizga, ya'ni Sihat klinikasiga murojaat qilsangiz, biz sizni zamonaviy uslubda tekshirib va bunga yechim topishga harakat qilamiz. Bizda hamma tekshiruvlar bor: UZI, rentgen, laborator tekshiruvlar, prostata bezidagi muammolarni tekshirish, bepushtlik bilan bog'liq muammolarni tekshirish, uretra strukturasi yoki siydik tosh kasalligi va prostata bezini adenomasi bilan bog'liq kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kasalliklarni zamonaviy tekshirib, bunga zamonaviy yechim berishga harakat qilamiz. Uretra strukturasi bilan bog'liq bemorlarni operatsiyasini oxiriga yetkazish va ularni reabilitatsiya qilish bizda 2 yoki 3 kun davom etadi. Bemor bugun operatsiya bo'lgandan keyin 2 kundan keyin uyga ruxsat berishimiz mumkin. Uyga ruxsat berganimizdan so'ng bemorlar holat juda ham yaxshilanadi va bizdan yana juda ko'p so'raydigan savollari bor. Bu kasallikni operatsiya qilganimizdan keyin qaytalanadimi yoki qaytalanmaydimi deb so'rashadi. Albatta, bu kasallikni biz zamonaviy yechim berganimizdan keyin 90-95% holatlarda mutlaqo kasallik qaytalanmaydi. Va bemorlar juda ko'p so'rashi mumkin, bu kasallikni operatsiya qilingandan keyin jinsiy hayotimga ta'sir qiladimi yoki farzand ko'rishim bilan bog'liq muammo bo'lmaydimi deb so'rashadi. Yo'q, mutlaqo. Hattoki biz bemorlarning shaxsiy ma'lumotlarini sir saqlaymiz va bizga albatta ishonishingiz mumkin. Biz hozirgi paytgacha 3000 dan oshiq bemorlarga zamonaviy jarrohlik yo'li bilan yordam ko'rsatdik va bularning hammasi muvaffaqiyatli o'tkazildi. Hozir sizga xuddi shunday tashrif o'tkazgan bemorlarimizning bir nechtasini havola etamiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Tushunib o'tirganingizda operatsiya bo'lganga o'xshamaysiz. Operatsiya bu mana bugun juda yaxshiman. Kecha ham juda yaxshi yurdim, yaxshi, holatim juda yaxshi. Mana shu men Farg'ona oblast Furqat tumanidan keldim. Mana shu yerdagi mutaxassislarni eshitib, shu mutaxassislarga murojaat qildik, keldik, o'g'illarim olib keldi. Holatim yaxshi, Xudoga shukr. Mana shuncha yildan men qiynalib yurganman ekan. Mana shu yerda shunaqa shijoatli, shunaqa o'z kasbiga munosib nima shifokorlar bor ekan. Allohga ming qatla shukr. Dardimni davosini topishdi. Shuncha yil to'plangan dard 1 soatda yechimi chiqadi. Ha, 1 soatda yechimi chiqdi. O'sh shahridan keldim. O'sh shahridan. Nima muammo bilan? Men siydigimni tutolmasdan Siydik tutolmaslik muammosi bor. Necha yildan beri bor edi bu muammo sizda? 10 yildan o'tgan. 10 yildan 10 yildan o'tgan. Mana bu operatsiya bo'lganingizga 3 kun bo'ldi. 3 kun bo'ldi. Holatingiz qanaqa? Hozir holatim yaxshi, Allohga shukr. Bugun og'riqlari ham ketdi. Bugun javob berdi, Xudo xolasa. Yaxshi. Xo'p. Bemalol kuldim.
Peshob tutib turish yaxshi. Ha, yaxshi, Allohga shukr. Muammodan qutuldik. Allohga. Agar 10 yil oldin shunaqa 1 soat, 2 soat terapiyasida qutulish imkoniyati bo'lganda, o'zingizda imkoniyatingiz bor bo'lganda qilib yuborardingiz. Albatta qilgizgan bo'lardim-da, mashinada mana 5 oy namoz o'qimay yurdim shuncha payt. Endi xudo xolasa. Ko'chaga chiqsam kulsamlar, o'zi tikka qolardi. Agarda sizda urologik muammolardan qo'rqib shifokorga murojaat qilishni kechiktiradigan bo'lsangiz, sizda jiddiy asoratlar kelib chiqishi mumkin. Yuqorida sanab o'tilgan kasalliklar sizda ham kuzatilayotgan bo'lsa va shifokorga borishga qo'rqib, uyalib yurgan bo'lsangiz, biz pastdan raqam qoldiramiz. Biz bilan bog'lanib, bemalol konsultatsiyamizga kelishingiz mumkin.